Onlayn yarim kunlik ish har kuni atigi 30 daqiqa vaqt ajratib, oddiy vazifalarni bajaring va daromad qiling. Yaxshi haq to'lanadi. O'zingizni sinab ko'ring. Bularning barchasi firibgarlarning yolg'onlari. Hech qanday onlayn ish yo'q. Sizni o'z tuzoqlariga tushirishmoqchi. Avvalga ish taklif qilib, shaxsiy ma'lumotlaringiz, ismingiz, familiyangiz, yoshingiz haqida so'rashadi va onlayn ish osonligi haqida tushuntirishib, 700 ming so'mdan 1 700 ming so'mgacha pul ishlab topishingiz mumkin deb sizning ishonchingizga kirishga harakat qilishadi. Soxta havolalar yoki dasturlar yuborib, amallarni bajarishni so'rashadi. Soxta chek va o'tkazmalarni ko'rsatib, ko'pgina fuqarolar ular orqali daromad qilayotganligini bildirishadi. To'g'ri, avvaliga chumchuqqa don bergandek sizning hisobingizga kichik miqdordagi pul tashlab berishadi va katta miqdordagi pul tikib, katta foyda olishingizni taklif qilishadi. Afsuski, ularning yolg'onlarga ishonib qolayotgan fuqarolarimiz talaygina. Firibgarlar asosan mashhur, uzun, AliExpress, Amazon va shu kabi onlayn do'konlarning nomidan ish yuritib, fuqarolarning ishonchiga kirishmoqda. Shuni yodda tuting, mashhur onlayn do'konlar hech qachon sizga kunlik yoki 30 daqiqalik ishlarni taklif qilmaydi. Soxta havolalarni yuklab oling va shaxsiy ma'lumotlaringizni begona shaxslarga taqdim qilmang. Ogoh bo'ling, firibgarlarning yolg'oniga ishonib qolmang.